Assalomu alaykum qadrdonlar. Tinchmisizlar, charchaymizlarmi? Bu ishimizni hayitdan oldin bitirib ketgan edik. Ozgina qiladigan joy bor, ulgurmagan hisobiga video qilib ololmadim. Story ham joylay olmadim hali. Lekin tabiiy tosh risumkasining imitatsiyasini berishga harakat qilganmiz. Bitta o'zimga yoqmagan jihati bor, gapni ochiq Xudo xolasa bu narsani olib tashlayman. Bu narsadan voz kechishga harakat qilaman, lekin qo'shimcha qilishim mumkin. Mana shu tomirlardan voz kechilgan holda kamroq ishlayman, ishlagan taqdirda voz kechilgan holda rushnoyga ishga o'taman. Buni matviy qilishga harakat qilaman, chunki pol matviy bo'lib qolyapti biz ishlaganimizda, chunki ustiga taqmeta qilinganda. Buni yashirmayman, inkor qilmayman, chunki prozrachniy insanka surganimizdan keyingi holat bu aslida. Lekin toshning imitatsiyalari bor. Mana bunaqa sepiladigan, yedirilib sepiriladigan joylari bor. Masalan, mashincha chastiga yedirilib sepilib, akkumulyatorlar yashil bilan issiq rangda kombinatsiya qilingan. Bu sizlar mana bu tarafda kesilganda effekt bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli. Xudo xolasa bu narsani takomillashtiramiz va o'zimiz issiq rangimizdan ozgina qo'shgan holda sovuq rang bilan ishlaymiz. Ko'sanglar bilan mana bu chastdan kelib turib to'qarib borib turib, sekin rastashka bo'lib mana bu yoqdan ocharib yo qismiga o'tyapti. Tepa chasti boshqa rang, pastda o'rtada issiq rang ketyapti, pastda ochda, pastga ozgina shu sovuq rangingiz o'tyapti. Xonani umumiy interyer dizayniga juda ham chiroyli mos tushdi. Atroflarda bu narsa takror emas. Lozim ham chastida ham relief bo'ladi. Kabani qilib berishlari kerak. Kabani dizayn berilgan. Xudo xolasa bu joyda ham vosklar surildi, bitkazildi. Toshda ham ko'rsanglar, birinchi, ikkinchi plandagi narsalar bor. Mana bunaqangi narsalar yaxshi, qiziq narsalar chiqqan. Ichiga kirgan birinchi, ikkinchi plandagi narsalar yaxshi chiqdi mana bu. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa qilsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib mana shu xizmatlarimizni qilib beramiz. Joyinglar sog' bo'lsin, charchamanglar.